kuningiz bilan, ona bo'lgan kuningiz bilan tabriklayman. Iloyim farzandingizni baxtiga sog' salomat bo'ling, tani joningiz sog' bo'ling, Alloh panohida bo'ling. Nima orzu niyatlar qilgan bo'lsangiz, mana shu o'g'lingizdan, qizingizdan orzu havaslaringizga yetib, hoji ona bo'ling. Tuqqan kuningiz bilan, bo'lgan kuningiz bilan tabriklayman. O'g'lingiz katta o'qishlarga kirib, sizni katta hojilarga olib borib, yelkasida mindirib yursin. Shu qiyinchilik kunlaringizni, rohatlarini ko'rish nasib. Amin. Aytganingizga Alloh akbar. Rayhona, to'rtingizga tilaklaringiz. Tuqqan kuningiz bilan tabriklayman. Shunday akamni tug'ib berganingizga rahmat deyman. Sabrina. Oyijon, tuqqan kuningiz bilan tabriklayman. Millatga kirib yuring, shunaqa aka tug'ib berganingizga rahmat. Parizoda. Tuqqan kuningiz bilan tabriklayman. Shunaqa aka tug'ib berganingizga. Temani o'zgartib boshqacha assalamu bo'laveradi. Здравствуйте, тетя, я тебя поздравляю за то, что ты родила брата. Спасибо за то, что ты родила брата. Молодец, Muhammad Yusuf. Yaxshi maktablarda qilsin. Молодец, o'qishlarini bitirsin. O'qishlarni bitirib, yaxshi o'qishlarga ketsin. Amin. Alloh katta ishlasin. O'zingizni tilagingiz onangizga. O'zimga tilayman. Onajoningizga. Oyijon, meni to'ygan kuningiz bilan mamlaqa bolani sharafini ko'tarib beribsiz. Rahmat. To'g'ri, sizlarga rahmat aytishingiz kerak. Mamlaqa chiroyli bolani tug'ganingiz uchun bemalol rahmat meni tug'ganingiz uchun. Mamlaqa chiroyli, Dunyo turguncha tursin, iloyim. Orzu havaslaringizni ko'rsin. Xotinimga yaxshi qaynona bo'lasiz. Tabriklaymiz. Endi davay. Bismillahirrohmanirrohim. Baqiringlar. Tabriklaymiz. O'chin eshabdi. Tabriklaymiz.